142 ming dollarga srochniy narxida mana shu xonadonimizda sotuvga chiqyapti. 8 ta xonasi bor ekan. 5 ta sanuzli, bitta oshxona. Remontlari yangi, svejiy turibdi. Taxminan bir oy nari beri yashashgan ekan, srochniy narxida sotuvga chiqarilyapti. Bu xonadonimizda ayrim bir sabablarga ko'ra. Xonadon tayyor, shundoq kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Mebel texnikani kelishilgan holatda bemalol olib qolsangiz bo'ladi. Hop, mana mahallani ko'ryapsizlar, mahalla vahshiy zo'r, yangi mahalla. Mana bu yoq taraflarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mehnatni postidan 1 kilometr kirib keldi. Toshkent tumaniga kiradi bu. Qizg'aldoq nechidir deyiladi. Xullas, shu xonadonimiz mana tashqaridan ko'rinishi 165 sotuvga tushgan. 8 ta xonasi bor, bitta oshxonasi bor. 5 ta sanuzli bor xonadon bo'lyapti. Bitmichlarni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Yozgi oshxona bor. Bu yoqda bitta hojatxona bor, zeleniy zona bor. Podvali yo'q lekin srochniy narxlarda. Aloqaga chiqasizlar, kimgadir shu joyimizda qiziq bo'lsa, remontlari tashkil yangi. O'zi bir oy bo'lgan, kelib yashashayotganiga ayrim bir sabablar srochniy narxlarda sotuvga chiqaryaptilar. Hop, bu yoqda bitta oshxonasi kattagina, kichkina bo'lib qolmagan. Ikkinchi qavatda 4 ta xona, mansardada yana 2 ta xona bor. Bu yoqda bitta umumiy sanuzul, bu yoqda zal kattagina. Hop, bu yoqda bitta yotoqxona o'zini sanuzuli bilan billa bo'lyapti. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda bitta umumiy sanuzul bor. Hop, bu yoqda birinchi yotoqxona, ikkinchi yotoqxona, yana bitta sanuzuli bor ichkarida. Bu yoqda bitta kladovka bor. Uchinchi yotoqxona va 4-chi yotoqxona bo'lyapti. Bu yoqda mansarda qismi, ko'ryapsizlar, kattagina bitta xona, bu yoq ichkarida ham yana bitta xona bo'lyapti. Xonadonimizda 165 sotuvga tushgan bo'ldi. Betonkadan 1 kilometr kirib kelinadi. Shu xonadonimizgacha 8 ta xona, mansardada ham 2 ta xona bor, 5 ta sanuzuli bor xonadon, bitta oshxonasi bor xonadon bo'lyapti. Chiroyli narxlarda yashashganiga o'zi taxminan 1 oycha bo'lgan ekan. Hali svejiy yangi deb turibdi. Ulgurib qolinglar, 142 ming dollarga shkalat narxlar, chiroyli narxlarda shu barakasini qivoriladi. Aloqaga chiqaveringlar, srochniy narxlarda. Bunaqa narx lekin uncha joyda yo'q. 8 ta xona. Masalan, ko'pchilik xonalari ko'p bo'lsin deyotgan aka-ukalarga shu zo'r variant bo'ldi. Srochniy narxlarda bosib yuboradigan joyi lekin ulgurib qolish kerak. Narxi shkalat lekin shu zo'r. Xudo xolisa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchab qolmanglar. Mana taxminan o'sha yerdan kirib kelinadi. Mana katta ko'cha ko'rdinglar. Taxminan 150 metr bo'lsa kerak. Mana bu yog'i. Aloqaga chiqaveringlar, xudo xolisa. Zo'r narxlarda baraka qo'riladi.